Minecraft zamon ko'rsatuvi sizlar bilan 74-qishloqda 2-3 soatlarga yaqin meteorit tushishi kutilmoqda. 74-qishloqdagilar darrov boshqa joyga ko'chishingizni tavsiya qilaman. Meteorit katta bo'ladi. Skalatdan narsalarni olsam bo'ladimi? Ha, tez ol, bol, bu yerda qo'l tez. Hop, mayli, men unda ketdim. Bu yerda ombor qaysi ekan? Meteorit shart. Uyni tomiga chiqib turamanmi? Axir biz qitla ana o'tda shekilli. Shundan tushib tezlash. Hop. Unda tezroq quramiz. Menimcha yaqinlarda kelib qolishi mumkin u. Mana shularni aytdi shekilli. Shularni tez olib olaman. Hop, olib olim endi. O'zimni uyimni yonidan quraman. Menimcha shu qulayroq. Ham ozgina shu yerlardan quraveraman. Hop, unda temirlardan o'tmasligi mumkin. Menimcha shunga aytdilar. Yana bilmadim. Temirni bo'lmasa boshqa narsa ko'rmaslar. Shundan tez qilib qurib olamiz. Shunday. Hamma joyni tez to'ldiramiz. Chunki bizning qishlog'imizga meteorit kelib bizni o'ldirmasligi uchun boshqa qishloqqa ketishga vaqt yo'q, chunki shunga uni mer menga aytdi. Menda endi qishloqda zimmasi menda. Botdan endi tushib ketadi. Shundan keyin bo'ladi. Shundan asta tushib ketaveramiz. Xullas. Shunday pastga tushamiz. Mana shunaqa. Xo'p, yaxshi. Mana boshlanishi menimcha bo'ladi. Bu yerda menimcha o'tolmaydi. Yana bilmadim-ku. Yuqorini ham beklab qo'yishni yolg'on bo'lishi mumkin. Bu narsa yolg'on bo'lmaydi. Men shuncha narsamni, shuncha vaqtimni besamar ketkazgan bo'lmay, sal yaxshiroq sal pastroqqa tushib olamiz. Va men bu yerni qurgandan keyin sizlarga albatta ko'rsataman. Bunga sizlar videoni sizlarga tez o'tadi. Men buni 2 soatlab quraman do'stlar. Ungacha u kelib qolmasa bo'ladi. Ungacha siz shuni sizlarga 2 sekundda bo'ladi shu narsa do'stlar. Shuna bitta knopkani bosasiz, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar va bo'ldi do'stlar. Men bundan keyin xo'sh, unda ishimizga qaytamiz. Uyni qurgandan keyin ko'rsataman. Ya'ni uy emas, bunkerni. Va mana qurdim do'stlar. Mana ichida jitallar ham yuribdi. Bu endi mustahkam. Bularni bezak uchun qo'yganman. Bu yerni ochamiz-da. Eshik kiramiz. Bu yerda sal qorong'u. Ichkarida o'zi qishloqlar yuribdi. Bu yer kiring. Hozir boraman. Xo'p, mayli, menimcha keyinroq tanishtiraman. Bu oshxona, stollar, xullas yotoqlar. Xullas bir kunga yetadi narsalarimiz. Mana sen nima qidiryapsan? Ovqat talashmalaring. Hop. Keyin botdan hozir meteorit tushishi mumkin. Men shunga tayyor turamiz. Bolalar, tayyorlasin bolalar. Menimcha hozir yana 1-2 soatga bo'ladi. Men ungacha bitta uxlab turaman. Tovchiga qaranglar, uyg'onib ketdi. Menimcha u tushdi shekilli. Uni borib ko'rish kerak. Tushdi shekilli, ha? Eshitdilar? Ha. Bitta ikkita jital chiqib ketdi. Ana tushgan bo'lsa bo'ldi. Aytaman ham eshiklar ochiq qolib ketgan. Qanaqasiga ochiq turibdi bu texnologiya. Bak ekan. Botdan chiqib olishim kerak. Kechqurun ham o'zi tushibdi. Men ertalab uxlanganim bilindi shekilli. Yo-mayo. Wow, nima? What the fuck?
qanaqa yer bu? Unchalik katta bo'lib ketadi deb o'ylamayman. Hali ham bizning uyimiz ustiga ham o'tib ketishi mumkin ekan mana bu yerlar. Hali sal nariyoqdan qurgan ekan mana. Qishloq tagidan qursam biz ham o'lar ekanmiz. Yomon katta ekan lekin. Uylar ham vayron bo'lib yotibdi. Quduqdan suv chiqib voy. Qishloqchilarga aytishim kerak buni. Endi bu joylarni tuzatishim kerak. Aynan uni ham menga buyuradilar endi adbilar. Mer. Endi shunga borishimiz kerak. Afsuski shuni ochamiz-da. Hop. Bo'ldi, bolalar chiqaveringlar. Hop. Hali ham narsa talashyapsizlarmi? Narsamiz tort. Tort yemay o'linglar ey. Hop, men endi bolalarni olishim kerak. Bu uyga menimcha turadi. Kerak bo'lib qolishi mumkin. To'g'rimi yigitlar? Ha. Video yoqqan bo'lsa do'stlar, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sizlar bilan brizo bo'ldi do'stlar. Shuna hammaga salomlar. Hammaga xayr do'stlar. Sizlarga keyingi videolarni kutib qolaman. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sizlar bilan brizo bo'ldi. Xayr.